Saudiya Arabiston Xalqaro radiosi Türkiston bölümü. Radyo jurnali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum qadrli radioçular. Bugünkü programımızda ibadet hakkında toxtalamiz. İbadet ve onun türleri. Kişiler Müslüman bulup İslam diniga kirgandan keyin ularga Alloh taolaning eng avval buyurgan narsa ibadetdir. İbadet aqidani to'liqlaydigan ve onu namoyon qiladigan muhim bir amal. İbadetler sağlam aqidaning delili ve onun amaldagi tarjimasidir. İbadet Allah Taalaga qulchilik qilgan holda uning talab qilgani bo'yicha yashash deganlikdir. Bu ibodatning umumiy ma'nosi bo'lib, namoz o'qish, zakot berish, roza tutish, haj qilish, Qur'on tilovat qilish deganga o'xshagan zohiriy ibodatlar biz ta'riflagan umumiy ibodatning bir qismidir. Demak, talabga loyiq yashagan musulmon odamning hayoti butunlay ibodatdir. Bu ayni vaqtda Alloh Taolaga bo'lgan haqiqiy qulchilikning, bandichilikning ifodasidir. Doktor Yusuf al-Qardavi İslamda ibadet namlı kitabida ibadatni mundaq tonuşturgan. İbadat dinning, shundaqla hayotlikning hamma taraflarini o'z ichiga olganidek, insonning oshkora va yoshirin bütün ishlarini, tili va dilining amallarini o'z ichiga oladi. Shayxul Islom Ibn Taymiya Al-Ubudiyya namlı asrda İbadet to'g'riliq mundaq degan. İbadet Alloh taolo yaxshi ko'radigan va rozi bo'ladigan har qanday oshkora va yoshirin ish harakat, gap so'z va o'y fikrlarni o'z ichiga olgan bir ismdir. İbadetning turlari nihoyatda ko'pdir. Ular namoz o'qish, zakot berish, roza tutish, haj, umra qilish, to'g'ri va rost so'zlash, omonatni ado qilish, ilm o'rganish, ota-onaga obdan xizmat qilish, urug' tuqqanlarga sil-rahim qilish, va'daga vafo qilish, boshqalarni yaxshiliklarga buyurish, yomonliklarni to'sish, halol rizq uchun ishlash, farzandlarni yaxshi tarbiyalash, yaxshi o'qitish, Alloh yo'lida jihad qilish, qo'shnilarga, faqirlarga, yetimlarga, musofirlarga yaxshilik qilish, hayvonlarga rahim qilish, Qur'on o'qish, duo qilish, zikr aytish, Alloh taolaga va uning payg'ambariga muhabbat ixlos qilish, Alloh taolaning azobidan qo'rqish, rahmatidan umid kutish, uningga tavakkul qilib yuzlanish, uningdan yordam tilash, balo qazoga sabr qilish, chidamliq bo'lish, uning ne'matlariga shukr qilish qatorliqlarning hammasi ibodatdir. Hamma ibodatga chaqirilgan. Alloh taolo bütün inson avlodini ibodatga chaqirib mundaq degan: "Ya bani Adama alla ta'budu shayton innahu lakum aduwwun mubin va an ya'buduni haza siratun mustaqim." Ey odam bolalari, shaytonga cho'qinmanglar. U haqiqatan sizlarga op-ochiq dushmandir. Mangala ibodat qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir. Alloh taolo insonning yaratilishining g'oyasi Alloh taologa ibodat qilishni iborat ekanligini e'lon qilib mundaq degan: "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi va ma uridu ay yut'imun." Jinlarni, insonlarni faqat menga ibodat qilish uchun yaratdim. Ulardan men rizq tilamayman, ularning meni ozuqlantirishini mo tilamayman. Alloh taolo tarafidan kelgan payg'ambarlarning hammasining o'rtaq chaqiriqi va'budulloha ma lakum min ilahin g'ayruh. Allohga ibodat qilinglar, sizlarga Allohdan boshqa iloh yo'qdir deyishdan iborat ilohiy prinsip edi. Ibodat Allohga qilinadi. Buningdan 2000 yil ilgari o'tgan Yunonlik mashhur tarixchi Plutark dinlar tarixi to'g'risidagi inchki tadqiqot natijasidan keyin mundaq degan ekan: Dünyada çigrasiz, padişahsiz, bayliksiz, san'at madaniyatsiz ve tiyatrsiz şehirler mi tepilişi mümkün. Biroq insonlar jamiyati yoki tarixiy ibodatxonasi bo'lmagan yoki uning ahli diniy faoliyatlar bilan shug'ullanmaydigan biror shaharni ko'rgini yo'q. İnsanning ichki ve tashqi bütün a'zolari Alloh taolaga ibodat qilish uchun yaramli qilib yaratilgan.
İnsanның asli tabiati uni yo'q yerdan bor qilib, uningga turli ne'matlarni ato qilgan shafqatlik egisi Alloh taolaga ibodat qilishni o'tashga tegishli tabiiy burch deb to'nuydi. Odam alayhissalomning davridan boshlab Muhammad alayhissalomga qadar kelgan butun payg'ambarlar va ularning ayni zamondagi ummatlarining hammasi Alloh taolaga ibodat qilib o'tgan, ya'ni itoat qilib o'tgan. Payg'ambarlarning zamonidan keyin kelgan insonlar burunqilarining tutib mangan haq yo'llaridan ezib ketgan va uni unutib ketganlikdan ba'zilari Alloh taolani unutib kun, oy, o't, suv qatorliq tabiat kuchlarga va kala qatorliq hayvonlarga cho'qingan bo'lsa, ba'zilari Alloh taolaga ibodat qilishning yo'llarini unutib ketib, butlarni, insonlarni Alloh taolaga shirik qilib olgan. Shunda qilib insonlar Alloh ko'rsatgan e'tiqod va ibodat sistemalaridan uzoqlashib ketganlikdan Allah Taala'nın haq dinidan ayrılıp qalğan. İnsanlar haq dinni unutub küfrlükka yüz tutqan hər bir dövrdə Allah Taala peyğəmbərlərini arqa-arqadan əvətiş arqılıq ularını haq dinə qaytırıb durğan bolsunmu, peyğəmbərlər aləmdən ötkəndən keyin insanlar yana qaytadan burunqi küfrlüklərə qaytıb durğan. Axırda Allah Taala'nın hikmeti İslam dinini ta qiyomatgacha özgərməz, bozulmaz, məngülük din qilib belgiləb Muhammed Aleyhisselam'ni bu ahirki dinga, ahirki peygamber qilib əvətiş arqılıq insaniyetni, məxluqatlarga çoqunuşdan ibaret zalalatının qarangılıqlardan üzlüksiz azad qilib, Allah Taalaga ibadat qildigan haqiqatning nuriga chiqarishni taqozo qilgan. Shundan beri islom dini bütün insoniyat uchun ilohiy bir mash'al bo'lib chaqnab kelmoqda. Bu mash'al ta qiyomatgacha mangu o'chmaydi. Bu Alloh taolaning va'dasidir. İnsan ibadet qilishga muhtoj. Mushu ma'naviy javharni g'aflat va mag'rurlik qaplab olgan chaqda insonning qalbini shak va kufrlikning pardalari yo'g'ib oladi. Ammo inson dahshatli balolarga va eng qiyin lahzalarga duch kelib, sabablar qarg'i kelmaganda bu yerda o'zligidan tizla Alloh taolaga bo'lgan iymon qalb qatlaridan chiqadi. İnson yana aslidagi tabiatiga qaytadi va Rabbiga yuzlanib, uning marhamatiga esilishga, yalvarishga boshlaydi. Mana bu inson tabiatiga xos xarakter. Qur'on Karim bu haqiqatni mundaq bayon qildi. Va iza masal insana durrun da'a rabbahu muniban ilayh, summa iza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayh. Yani insonga birer ziyan zahmat yetsa, Rabbiga yuzlangan holda uningga duo qildi. Ondan Alloh o'z tarafidan uningga ne'mat ato qilgan, uning beshiga kelgan kulfatlarni ko'tarib o'tgan chaqda Allohga ziyan zahmatni ko'tarib o'tish to'g'riliq ilgari qilgan duosini unutib ketdi. Demek insandaki Allah Taalaga bo'lgan ehtiyoj tuyg'usini Allah Taalaga yaqinlashish orqali uning bilan ma'naviy uchrashishdan boshqa hech qanday narsa to'ldira olmaydi. Allah Taalaga yaqinlashish va uning marhamatiga erishishning bir vositasi ibodatdir. Ibodat har bir insonning Allah Taalaga qilishga tegishli bo'lgan abadiy burchidir. İbadetin mahiyeti, İslam dinideki ibadetin haqiqiy mahiyeti Allah Taalaga en kemterlik ve en samimi muhabbet hem ihlas bilen itaat qilish deganlikdir. Kemterlikning haqiqiy ifodasi Allah Taalaga bo'lgan ehtiyojni cho'nqur his qilish deganlik. Chunki Allah Taala qudratlik, inson ojiz. Allah Taala hammaning egisi, inson faqir. Allah Taala alim, inson jahil. Allah hammadan bihojat, inson hojatlik. Ahvol bundaq bo'lgan ekan, inson har vaqt, har minut va har sekund Allah Taolaning yordamiga va himoyasiga muhtoj. Muhabbatning haqiqiy ifodasi Allah Taolaga bo'lgan sevgining dunyodagi har qanday bir sevgi muhabbatdan alohida ortiq bo'lishi demakdir. Allah Taala insonni eng go'zal shaklda yaratdi, uni hurmatli qildi, uni koinotning xo'jayini qildi, eng esil nozu ne'matlarni uning ato qildi. Buningdan boshqa ko'plagan imtiyozlarni faqat insonlarga ato qildi. Ahvol shunday bo'lgan ekan, insonga Allah Taoladan suyumlik zot bormi?
Elbette yo'q. Alloh taoloni tunigan kishi uni cho'qim suydi. Har kishining Alloh taologa bo'lgan sevgisi uning Alloh taoloni tuniguniga qarab bo'ladi. Alloh taoloni haqiqiy ma'noda tunigan kishilarning onunğa bo'lgan sevgisi cheksiz bo'ldi. İxlasning haqiqiy ifodasi ibodatlarda Alloh taolaning roziligiga erishishdan boshqa hech qanday g'arazni ko'zlamaslik. Bunga binoan namozni tan saqliqini saqlash maqsadi bilan o'qigan, haramga savdo qilib pul tepish yoki hoji atilib obro'y qozonish uchun borgan kishining bu namozi bilan hajisi Alloh taolaning dargohida qabul qilinmaydi. Chunki Alloh taolaning roziligiga erishishdan iborat bo'lgan asosli g'oyani maqsad qilmagan har qanday amal ibodat bekordir. İbadet qilinish Alloh taolaning haqqidir. Alloh taolaga ibodat qilish uning insonlar ustidagi haqqidir. Chunki onun insanlarga ato qilgan ne'matlari va ihsonlari haqiqatan son-sanoqsiz. Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Ya'ni Allohning ne'matini sanab tugatilmaysizlar. Bu ne'matlar insonlar har qanday aqli bor insonni ne'mat berguchiga shukr qilishga majbur qildi. İnsanning zotidagi Alloh taolaning mo'nu ne'matlarini olsaqmi, ular elbette şükür qilishni lozim qildi. Birinci, insonni barcha mahluqotlardan alohida go'zal, chiroyli qilib yaratganlik ne'mati. İkinci, inson organlarini ayb nuqsonlardan salomat qilib yaratganlik ne'mati. Üçüncü, inson organlarini qo'llanishga yumshoq va har ishga yaramli qilib yaratganlik ne'mati. İnsonga aql berganlik ne'mati. 5-ci, ko'radigan qilganlik ne'mati. 6-cı, so'zlaydigan qilganlik ne'mati. 7-ci, anglaydigan qilganlik ne'mati. 8-ci, lazzatlarni tetiyalaydigan qilganlik ne'mati. 9-cı, xushbo'ylarni puryalaydigan qilgan ne'mati. 10-cı, tafakkur qilib o'ylayoladigan, idrok qilaoladigan qilgan ne'mati. 11-ci, barcha mahluqotlarni xizmatlariga salolaydigan xo'jayinlikni berganlik ne'mati. 12-ci, kundilik toza yemek içmeklerini ato qilib uzuqlandırganlik ne'mati. 13-ci, insonni koinotdagilardan eng ulug' va hurmatli qilganlik ne'mati. Yuqorqilardan boshqa insonga berilgan sonsizlig'an ne'matlar va alohida imtiyozlarning hammasi insonning Alloh taolaga shukr ado qilishini lozim qiladi. İnsanның aqli va xarakteri yaxshilik qaytirishni, ne'mat berguchini ulug'lash va hurmatlashni insoni burch deb biladi. Shunchalik sonsiz va hisobsiz ne'matlarni ato qilgan egisi Alloh taolaga shukr ado qilishni o'zi uchun muqaddas burch deb bilmagan va uningga intilmagan insonni qandoqmi inson degili bo'lsin. Alloh taolo o'zining yuqorqi ne'matlarining badaliga insonlardan faqat onun üzügülə ibadat qilishini, yani onun ko'rsatgini bo'yicha yashab, onunğa itoat qilishini talab qiladi. Ya eyyuhannasu ubudu robbakumulladzi xalaqakum vallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey insonlar, taqvolikqa erishishinglar uchun sizlarni va sizlardan ilgirkilarni yaratgan Rabbinglarga ibadat qilinglar. Eng ulug' ibadat namozdir. Namoz imondan qolsa eng ulug' va tulumu muhim ibadat. Bu haqda Payg'ambar alayhisalom Rasul amri al-Islam va umuduhu as-salat degan. Dinning beshi islom, uning asosli turuki namozdir. Shunga deymizki, ibodatlarning eng ulug'i va Alloh taolaga bo'lgan iymonning eng jonli guvohchisi, itoatmanlikning eng ko'rinarlisi namozdir. Namoz bütün yaxshiliklarning beshi va musulmonlikning ifodasidir. Namoz bütün samaviy dinlarda o'rtaq buyurilib kelgan qadimiy ibodat. Şəkli və oxuluş tərtibləri İslam dinindəki namazğa oxşumusmu? Bütün peyğəmbərlərin ümmətlərə namaz fərz qılınıb gələn. Allah Taala Qur'on-Kərimdə Musa əleyhissalamğa qılğan xitabını hekayə qılıb bundaq degan: "İnneni anallahu la ilaha illa ana fa'buduni və aqimus salata li zikri." Həqiqətən mən
Faqatla men Alloh men. Mendan boshqa iloh yo'q. Mangla ibodat qilgin, meni yod qilish uchun namoz o'qigin. Alloh taolo yana eng ko'p payg'ambar avatilgan İsrail avlodi to'g'riliq to'xtalgan qissadimi va iz akhadna mithaqa bani Isroil alla ta'budu illalloh va bil validayni ihsana va zil qurba wal yatama wal masakin va qulu lin nasi husna va aqimus salata va atuz zakah. Öz vaqtida biz İsrail avlodidan Allohdan boshqasiga ibodat qilmaslikqa, ota, onaga, urug' tuqqanga, yetimlarga, yo'qsullarga yaxshilik qilishga, kishilarga yaxshi so'z qilishga, namoz o'tashga, zakot berishga ahd olgan edik. Ammo islom dinida buyurilgan namoz ko'plagan xosiyatlari, hikmat va asrorlari bilan boshqa dinlardagi namozlardan alohida farqli bo'lib tanilgan. Hech qanday dindagi namoz islom dinidagi namozning katta o'rniga va oliy fazilatiga yetilmaydi. İmandan keyin musulmonlarga eng avval buyurilgan ibodat namoz bo'lib, namoz islom dinida barliq farzlarning oldida turadi. Namoz islom ibodatining eng kattasi. Payg'ambar alayhisalom dinning beshi islom va uning asosli turiki namozdir degan hadisni takrorlagan. İkinci, namoz qiyomat kuni eng avval hisob elinadigan birdan bir ibodat. Üçüncü, namoz din yo'qolmayla turadigan, qat'iy yo'qolmaydigan eng obrazli ibodat. To'rtinchi, namoz payg'ambar alayhisolamning eng oxirgi vasiyatidir. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sakaratda namozni tark etmanglar deb vasiyat qilgan. Beshinchi, namozning farz bo'lganlik qissasimi uning naqadar ulug' va muhim ibodat ekanligiga ayrim bir delildir. Chunki bütün ibodatlar ziminda farz qilingan bo'lsa, 5 vaqt namoz Isro Miroj kechasi Alloh taolo payg'ambar alayhisolamni osmonga elib chiqib, uningga bevosita amr qilish orqali osmonda farz qilingan bir farzdir. Namozning fazilati intayin ko'p. Islom dinida namozning fazilati intayin ko'p. İslam dini namazga intayin ahamiyat berib, onu barliq ibodatlardan oldingi o'ringa qo'ydi. Uni ado qilishga buyurishda qattiq talab qo'ydi. Uni tark etuvchilarni qattiq azob bilan ogohlantirdi. Chunki namoz islom dinining asosi, jannatning ochqichi, bütün yaxshi ishlarning beshi, taqvolikning ifodasi, haqiqiy musulmonlikning nishonisidir. Alloh taolo Qur'oni Karimda namoz o'qishni mu'minlarning iymondan keyingi birinci süpti qilib ko'rsatib ularni maqtagan. Vallazina yu'minuna bil g'aybi va yuqimuna solata. Ular g'aybga ishonadi, namozni ado qildi. Oxiratda baxtga erishadigan mu'minlarning sifatlarining bayoni namoz bilan boshlanib, ya'ni namoz bilan xuloslangan. Demak, namoz islom dinining yadrosi va mu'min odamning eng oldi bilan qiladigan va eng ahamiyat berishga tegishlik amali. Namoz o'quvchilarning namozning ahkomlarini to'liq, mukammal o'rganib, mukammal darajada ado qilishi nihoyatda bak muhim. Uning uchun o'qish kerak, o'rganish kerak, namoz haqida izlanish kerak, namoz haqidagi kitob materiallarni ko'proq o'qish kerak. Alloh taolo hammamizni ibodatlari qabul bo'lgan mu'minlar qatoridan qilg'ay. Qadrli radio dinləyicilər, bugünkü programımız bu yerdə axırlaşdı. Yana bir görüşküçə aman bulunlar. Vassalamu alaykum və rahmetullahi və barakatuh.